Qo'qonlik 7 yoshli Mirziyoybek oqqon kasalligi qaytalagani sabab onasi bilan birga yana bolalar gematologiyasi, onkologiyasi va immunologiyasi ilmiy-amaliy tibbiyot markaziga keldi. Muassasada amalga oshirilayotgan izchil yangilanishlar bois u qisqa vaqt davomida xastalikdan qutuldi. Soha islohotlariga prezidentimizning o'tgan yil 19-maydagi 2025-2030 yillarda bolalar saratoniga qarshi kurash bo'yicha O'zbekiston Respublikasi milliy strategiyasini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori yangicha surat bag'ishladi. 3-gematologiya bo'limida Avstriya andozasi asosida transplantatsiya bo'limi ochildi. Bolalarni tashxislash 14 kundan 4 kungacha qisqartirildi va davolash ishlari 10 kundan 20 kun ichida amalga oshirilmoqda. Bu esa bolalarni erta tashxislash va zamonaviy davo muolajalarini qo'llashga katta yordam beradi. Yaqinda markazimizga Evilmix va gamma nurlatgich apparati keltirildi. Bu esa bolalarni samarali davolashga bizga katta yordam bermoqda. Markazda qaror ijrosi doirasida saraton kasalliklariga chalingan bolalarni innovatsion usullarda davolash maqsadida yangi bo'lim tashkil etilgan bo'lib, bu yerda zamonaviy uslublar va transplantatsiya amaliyotlari izchil yo'lga qo'yilmoqda. Biz mazkur bo'limda bo'lgan paytimizda bir necha kun ilgari navbatdagi transplantatsiya amaliyoti muvaffaqiyatli o'tkazilgani, erta-indin bemorga javob berilayotganini aytishdi. Andijonlik 7 yoshli bemor Muhammadjon onasi bilan birga maxsus palataga joylashtirilgan ekan. Mutaxassislar bunga izoh berar ekan, xalqaro talablarda bunday bemorlarni boshqalardan ajratgan holda parvarishlash belgilanganligini ma'lum qildi. Shu bois bemorning onasi va shifokori bilan eshik ortida turib suhbatlashishga to'g'ri keldi. Hozir transplantatsiya amaliyoti bajarildi. Hozirgi kunda yaxshi holati bolami. Kayfiyati ham ancha yaxshilandi, o'zgarish bor, ancha oyoqlarida og'riq yo'qolgan. Bizga shunaqa sharoitlar qilib bergan prezidentimizga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Shu yerda shifokorlarga, hammalariga rahmat. O'zining hujayralarini qayta quyish transplantatsiya operatsiyasi o'tkazildi. Hozirda bolaning ahvoli stabil. Sal ilgari Qo'qonlik 7 yoshli Mirziyoybek oqqon kasalligi qaytalangani bois bu yerga onasi bilan kelgani va tegishli muolajalardan keyin butunlay tuzalib ketganini aytgan edik. Tabiiyki, bundan onaning quvonchi cheksiz. Bugun endi javob bo'lyapti. Xursandman, shunchalik tuzalib, mana qaytalanishda oqibati qolmadi. Lechinalarimiz tugab, Farg'onaga qaytamiz. Xursandchilik, yaxshi kayfiyatlar bilan Xudo xolasa javob bo'ldi. Prezidentimizga ham, doktorlarimizga ham rahmat. Bugun mazkur markazda qaror ijrosi doirasida xalqaro aloqalarni kuchaytirish, xodimlarning malakasini oshirish, eng zamonaviy uskunalarni keltirish hamda raqamli texnologiya va sun'iy intellekt imkoniyatlaridan unumli foydalanishga urg'u qaratilmoqda. O'tgan qisqa davrda bu yerda ilmiy kengash va bolalar saratoni bo'yicha xalqaro akademik hab faoliyati yo'lga qo'yilgani ham diqqatga sazovor. Umuman bolalar gematologiyasi, onkologiyasi va immunologiyasi ilmiy-amaliy tibbiyot markazi jamoasi tomonidan qaror ijrosi bo'yicha ko'lamli ishlar qilinmoqda. Bu esa tez orada mazkur muassasani bolalar saratonini davolaydigan dunyodagi eng yetakchi klinikalardan biriga aylanishiga ishonamiz.